Prezidentlar qatnashgan tadbirdagi libosni ko'rib jazo yo'q deb o'ylagandim. Ko'ylagi sabab jarimaga tortilgan model bilan suhbat. O'zbekiston bayrog'i va gerbi elementlari bo'lgan ko'ylagi uchun jarimaga tortilgan Shahrizoda Madaminova sud majlisi haqida o'sha kuni xabar topganini ta'kidladi. Model gazeta muxbiriga ko'ylagini 2024-yilda Rossiyada o'tkazilgan xalqaro munosabatga ochilishida ko'rgan libosdan ilhomlanib ta'kidlagan edi. Yer go'zali tanlovida ilk bor O'zbekiston sharafini himoya qilgan 21 yoshli model Shahrizoda Madaminova mamlakat bayrog'i va gerbi elementlaridan foydalangan holda ta'kidlangan ko'ylagi bilan chiqish qilgani uchun javobgarlikka tortildi. Unga nisbatan jarima jazosining tayinlangani ortida tarmoq foydalanuvchilari ikkiga bo'lindi. Aksariyatlar odamlar model o'z libosida bayroq matosidan foydalanmaganining uning ko'ylagi chiroyli chiqqanini ta'kidlab qo'llab-quvvatlasa, ba'zilar tanqid qilmoqda. Gazeta muxbiri Mirolim Isajonov model Shahrizoda Madaminova bilan bog'lanib, Yer go'zali tanlovidagi ishtirok mukofotlariga sabab bo'lgan libos va sud jarayoni haqida suhbatlashdi. Yer go'zalida qatnashgan ilk O'zbekiston vakili BMT Shafiridagi atrof muhit muammolariga e'tiborni jalb qilish maqsadida joriy etilgan Yer go'zali tanlov yillik xalqaro mukofoti hisoblandi. 25 yildan buyon Filippinda o'tkazib kelinayotgan mazkur tanlov dunyo go'zali, kinoat go'zalligi kabi go'zal munosabatlarni nufuzli turtkilikka kiradi. Yer go'zalida ishtirok tashqi ko'rinish, qomat va aql-zakovatdan tashqari ekologiya masalalariga oid loyihasini ham taqdim qildi.